Diqqat, tezkor xabar. Trampni taxtdan ag'darishmoqchi. Amerikaliklarning sabr kosasi to'ldi. U muddatidan oldin lavozimidan ketishi mumkin. Gap shundaki, demokratlar Trampni haydashmoqda. Unga AQSh konstitutsiyasining 25-moddasiga asosan impichment e'lon qilindi. Hammasi Trampning Eronga qarshi butun bir sivilizatsiyani yo'q qilaman degan tahdididan boshlandi. Bunga Rim papasi bilan ziddiyat va o'zini dunyoni qutqarishga kelgan ilohiy Iso Masih qiyofasida ko'rsatish qo'shildi. Hatto ashaddiy Trampchi Taylor Green ham men bunday telba prezident bilan bir joyda ishlashni istamayman deb iste'foga chiqdi. Kecha o'zini 10 ta urushni yakunlagan qahramon sifatida Eron ustidan g'alabasini e'lon qilishi. Biroq Eronning bunga qarama-qarshi bayonotlar nafaqat Trampning o'zini, balki butun Amerika obro'sini yer bilan bir qildi. Eron esa 1 soatda 7 marta yolg'on gapirganini ta'kidlab, diplomatik masalalarni ijtimoiy tarmoqlarda emas, jang maydonida hal qilishga chaqirdi. Trampning bu mantiqsiz va maqsadsiz harakatlaridan charchagan parlament a'zolari u bilan ishlashdan bosh tortishmoqda. Valdirashlar davom etayotgan bir paytda Belarus prezidenti Lukashenko vaziyatga o'tkir xulosa yasadi. Tramp butun dunyoga Amerika hamma narsaga qodir emasligini ko'rsatib qo'ydi. Qisqa qilib aytganda, Tramp Amerikani buyuk qilish o'rniga hammaga sharmanda qilmoqda. Sizningcha u aqldan ozganmi yoki siyosiy maydonda shou ko'rsatyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring.